Assalomualaikum aziz gulsevarlar. Yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Mana men Gulzorimdagi yangiliklarimdan yana sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana bunaqa chiroyli romashkalarimiz ochildi. Yana qulpinolarda chekkasida ochilib turibdi. Gullarimiz bular ham ochilib turibdi. Yana bitta sizlarga ko'rsatishni xohlagan gulim mana bu gvastika bardoviy. Endi bitta ochildi. Avval ekkan paytimda bir qator ochilib tugavdi. Keyin mana bu yashil massasini jonlantirdi-da bu gulim. Ochilmadi qanchadir payt. Endi mana hozir chiroyli bo'lib kuzda yiriylashdi. Endi g'unchalar tugib mana birinchisini ochdi. Gvastikamiz. Mana bular bo'lsa tinmay gullayapti. Bular ham chiroyli bo'lib yashil massasini kattaytiryapti. Ajoyib gul. Hammaga ekishni tavsiya qilaman. Mana bugun yana bir yangilikim. Mana buketni sort xrizantemalar. Bitta gruppada sotuv e'lon qilishuvdi aksiyada. Manaqa buketni sort oqidan 10 dona oldim. Yana gullarimni oralariga ekib qo'ydim. Endi yana yangiliklarimdan ko'rsataman. Mana kecha kunga olgan videomda mana gulim ochilmagan edi. Mana ajoyib fioletoviy rangda. Juda chiroyli bo'lib g'unchalar hammasi ochilishga kelib qoldi. Ko'zlarni quvontiradi, juda chiroyli. Bu ham o'z holiga. Yana bu yerda mana bardoviy atirgul mini rozalarim juda chiroyli. Ajoyib ranglari juda ham ko'zga yoqimli. Bundan ham bir tup ekib qo'ygan edim. Endi xudo nasib qilsa kuzda qalamcha qilaman. Mana liliyalarim ham 7 ta g'unchasi bor edi. 2 tasi ochildi. Ertalabga borib yana bittasi ochiladi. Mana yana bitta sort liliyamiz. Uni ham rangi o'z holiga chiroyli. Mana kataransis gulim ham 2 dona ko'chatini olib ekib qo'ydim. Uni olganim ham yo'q edi. Boshqa bir gul olganimda qaytimiga bir dona gul toji xo'roz, 2 ta kataransis ekib qo'ydim. Oldim qaytimiga. Endi mana bittasi yaxshi shoxlab ketyapti. Chiroyli. Kataransis ham yaxshi gul ekan ekkani. Mana shu buketni xrizantemada yana mana bu yerga ham ekib qo'ydim. Mana. Keyin oralarga ham ekib qo'ydim. Ketishda. Lavanda qalamchalarim qaranglar. G'unchalab turganini. Bularni g'unchalarini qirqib yuborsammikan? Yo ochilishiga qo'yib beraymikan? Hayronman. Nimagadir qirqmadim, lekin mana bu yana bitta liliyam ham ko'rsatishni xohladim aziz muxlislarga, sevarlarga. Mana juda chiroyli, ko'zga yoqimli ekan bu ham. Mana yana tera gulimiz ham yana boshqatdan ochilishni boshlaydi endi. Hozircha mana 4 kun yashnab turibdi.
xursandman. Mana bu gvozdikalarimiz ham tutib oldi, yaxshi. Hali o'sib ketadi bu. Rosa chiroyli bo'lib o'sib ketadi. Shunaqa. Boshqa yangiliklarimiz yo'q. Hozircha ko'rgan gullarimiz ham o'sib turibdi. Mana kiyarkin gulim ochilsa yana bitta video qo'yaman. Men kutgan rang bo'lib ochilarmikin? Bilmadim. Yana ko'ramiz. Shu gulzorimni hanchalayda o'tirib gulzorimni tomosha qilib o'tiraman kechki salqinda. Bolajonlar hammasi uxlagan. Atrof jimjit, mayin shabada bo'lyapti. Meni uyqum kelmayapti. Yana kech kirganda ilhomlarim kelib video olyapman. Menga o'xshab gullarni yaxshi ko'radigan gulsevarlar ko'rib ko'zlari quvnasin deb video joylayman hozir. E'tiboringlar uchun rahmat. Aziz gulsevarlar, kanalimda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Bundan bag'oyat xursand bo'laman. Sizlarga baxt, omad tilab qolaman. Sog' bo'linglar.